Diqqat aholiga tezkor xabar. Hafta boshidan boshlab O'zbekiston hududlarida qaysi viloyatlarda yana yomg'ir yog'ib, momaqaldiroqlar bo'lishi ma'lum qilindi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, O'zgidromet hafta boshidan kutilayotgan ob-havo va ushbu haftada qaysi hududlarda yomg'ir yog'ishi haqida ma'lumot berdi. Qisqasini aytganda, O'zgidromet agentligi 13-apreldan 17-aprelgacha kutilayotgan, ya'ni O'zbekiston bo'ylab kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, O'zbekistonda 13 va 17 aprel kunlari orasida ob-havo sharoiti sezilarli darajada o'zgaradi. O'zgidromet ma'lumotlariga ko'ra, bu davrda respublika hududiga nam va salqin ob-havo massalari kirib kelishi kutilmoqda. 14 aprel kuni O'zbekistonning shimoliy g'arbiy hududlarida, 15 va 17 aprelda respublikaning ko'pchilik viloyatlarida yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarga kuchli bo'ladi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Respublikaning baland tog'li hududlarida yomg'ir qorga aylanishi ham kutilmoqda. Hafta davomida havo harorati respublikaning barcha viloyatlarida asosan kechalari 10-15 daraja, respublikaning tog'li hududlarida esa 7-12 darajaga pastlaydi, deyiladi xabarda.